Musofirdagi birodarlarimiz mehnatdan charchamaydi. Halol mehnat uchun chiqqan odamlar. O'lsa shahid bo'ladi shular. Nimaga? Alloh yo'lida halol rizq uchun chiqqan insonlar. Lekin bu musofir birodarimni charchasa degan narsa yolg'on xabar. Tushkunlikka tushirish. Tamom bo'lding endi tamom bo'lding, endi tamom bo'lding degan gaplar. Birortasiga quloq solmang. Musulmon yiqilganda yutayotgan bo'ladi. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushishi mumkin emas. Qur'oni Karimda qayerda tushkunlik kalimasi kelgan bo'lsa, la bilan kelgan. La tahzan va la tahinu va la tahzanu deb kelgan. Huzun, ya'ni tushkunlik, bular hammasi qaytarilgan narsa. Musulmon odam doim umid bo'ladi. Doim umid bo'ladi. O'sha umidni yo'qotmaslik kerak. Har qanday vaziyatda oldinga qarab yurish kerak. Har qanday vaziyatda Allohga suyanish kerak. Shunda Alloh